Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'tgan safar biz sizlar bilan revmatizmning bilgan bilmagan ba'zi bir belgilari to'g'risida gaplashgan edik. Kuzatuvchilarimiz orasida ba'zi bir savollar bilan murojaatlar bo'lgan ekan. Bu murojaatlarga ko'ra men e'tiborni birozgina tortgan fikr o'zim yaxshi ko'radigan kasallik deb aytibsiz deyilgan ekan. Birozgina nima deydi, e'tirof berib o'tmoqchi edim. Yaxshi ko'rganim qaysi ma'nodaki, revmatizm shunchalik ko'p taraflama namoyon bo'ladigan kasallikki, oddiy kitobda yozilgan klassik belgilardan tashqari ham tajribam davomida juda ham ko'p aniq kitobda yozilmagan belgilarni ham kuzatganman. Haligacha kuzatib kelaman va har safar men o'zim uchun qayta kashf qilaman bu kasallikni. Shu ma'noda bu men uchun juda ham qiziqarli bo'lgani sababli yaxshi ko'raman dedim. Kasallikni albatta kasallik sifatida hech kim yaxshi ko'rmaydi. Juda ham qiziqarli bo'lgani uchun va tajribam davomida mana shu kasallikni belgilarini o'rganib, hisobga olib, davolash jarayonida shularni hisobga olganimizda yaxshi natijalarga erishganimiz uchun shu ma'noda yaxshi ko'raman deb aytgan edim. Va mana shu kasallik to'g'risida gapirib berganimizdan keyin bizga bir qancha murojaatlar kelib tushgan ekan. Imkon qadar bu murojaatlarga javob berishga harakat qildim. Hozir shu ba'zi bir murojaatlarga agar biroz to'xtalib javob berib o'tmoqchi edim. Assalomu alaykum doktor, menda aktivni artrit tashxisi qo'yildi. Shu kasallik haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, aktiv artrit degani bu tushunishimcha artritni faol darajasi. Lekin bu aniq tashxis hisoblanmaydi. Artritning turlari juda ham ko'p. O'sha kecha o'tgan safar gapirib berganimiz revmatik artrit bo'lishi mumkin, revmatoidniy artrit bo'lishi mumkin, reaktiv artrit bo'lishi mumkin, podagrik artrit, psoriatik artrit, juda ham ularning turlari ko'p. O'sha qaysi bir tur artrit bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha artritning faol darajasi bor, faol bo'lmagan darajasi bor. Shuning uchuncha sizda o'sha qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar o'sha artritning faol turi aniqlangan va shu turiga qarab ko'rsatkichlaringizda qanaqa darajada namoyon bo'lishiga qarab shifokor sizga kerakli davo muolajalarni tavsiya qiladi. Buning uchun albatta revmatolog shifokorni ko'rigiga murojaat qilganingiz tavsiya qilinadi. Yana murojaatlardan bittasi, menga juda ham kerak ekansiz, aniq tashxis qo'yish olmadi. Doimiy isitma, bo'g'imlar og'rig'i, holsizlik, oyoq-qo'l shishib, ko'karib og'riydi. Men uchun qiziqarli bo'lgan yana bitta kerakli ma'lumotlardan bittasi bu yerda aytib o'tilibdi, isitma. Isitma juda ham e'tiborni tortadigan, tashxis qo'yishda juda ham ko'p shifokorlarni qo'shtirnoqchida boshini qotiradigan, namoyon bo'ladigan belgilardan bittasi. Isitmani keltirib chiqaradigan sabablari juda ham ko'p, son-sanoqsiz desak ham bo'ladi. Isitma bilan keladigan bemor bu oddiy bemor hisoblanmaydi. O'sha isitmani namoyon bo'ladigan belgilardan bittasi revmatizmda ham namoyon bo'lishi mumkin, lekin faqat revmatizmda emas, boshqa umuman isitma organizmning nospesifik reaksiyasi, yallig'lanish jarayoniga bo'ladigan. Shuning uchun bu sizda keltirilgan belgilar faqat revmatizmda emas, balkim boshqa har qanday yallig'lanish kasalligida ko'rinishi mumkin bo'lgan belgilardan hisoblanadi. Baribir ham shifokor bemorni ko'rmasdan turib, anamni yig'masdan turib, shunday bitta savolga qarab diagnoz qo'yishi bu noto'g'ri narsa. Albatta shifokor qabuliga kelib, xususan Ezgunyar klinikasiga murojaat qilib, revmatolog ko'rigiga kelishni tavsiya qilamiz. Sababi bu klinika shaharning qoq markazida joylashgan, juda ham qulay va bu yerda deyarli hamma tor mutaxassislar bitta klinikada jamul-jam bo'lishgan va tekshiruv usullari ham, barcha zamonaviy tekshiruv usullari ham mavjud. Har bitta bemorga individual yondashgan holda, bor diqqat e'tiborimiz bilan, mehrimiz bilan yondashgan holda har bir bemorni shikoyatidan kelib chiqib, belgilardan kelib chiqib, aniq tashxis qo'yilgandan keyingina davolansa, unda natija biz kutganday bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, men Tojikiston Respublikasida yashayman. Men juda ham tez shamoliyman, doimiy og'riqlar, bo'g'imlarimda, kuraklarimda, oyoqlarimda og'riqlar bo'ladi. Har oyda lecheniya olaman. Davo olgan paytimda qoladi, lekin davoni tugatishim bilan yana paydo bo'ladi. Bu nima maslahat berasiz? Oldindan rahmat. Endi siz kimga murojaat qilgansiz, qanaqa tashxis qo'yilgan va qanaqa davo olyapsiz, bu narsa menga qorong'u. Odatda simptomatik davo choralari ko'rilganda, deylik masalan og'riqqa qarshi dorilar berilganda, u dorilarni qabul qilganingizda og'riq qoladi.
va tabiiyki og'riq dorini ta'siri tugagandan keyin og'riqlar yana qaytalanadi. Shuning uchun ham shifokorga murojaat qilishingiz kerak. O'sha kasalligingizni sababini nima uchun kelib chiqdi? Mana shu Ezgu niyat klinikasiga murojaat qilishni tavsiya qilishimning ham sababi sizni bezovta qilayotgan og'riqlarni faqatgina bir og'riq qoldiruvchi yoki bir qanaqadir dori vositasi bilan qoldirish emas, balkim shu holatga nima olib kelgan, uni sababini qidirib aniqlab topib, shundan kelib chiqib davo choralari belgilanadi. Shuning uchun ham biz har bir bemorga shifokorning qabuliga murojaat qilib, mutaxassisga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. Demak, assalomu alaykum. Alloh rozi bo'lsin. Iloji bo'lsa, oyoq og'riganda vanna yoki qanday dorilar ichish kerak? Savob uchun yozing iltimos. Qirg'izistondan alangali salomlar bo'lsin. Qirg'izistondan ham kuzatuvchilarimiz borligi bizni albatta quvontiradi. Davo tekshirishlarni qilmasdan turib, jiddiy kasallik belgilari bo'lmaganda, oddiy charchoq bo'lganda, misol uchun kun davomida ish faoliyati davomida charchaganingizda, charchoqlarni olish uchun, biroz oyoqlarga dam berish uchun, tim berish uchun, qon aylanishini yaxshilash uchun eng oddiy usullardan bittasi kunni oxirgi qismida uxlashga yotishdan oldin issiqqina vannaga osh qoshig'ida tuz va chayniy soda, choy sodasini aralashtirib solib vanna qilinib, 10-15 minut ushlab keyin quritib artib, paxtadan bo'lgan noskinni kiyib o'ranib yotilsa, juda ham oyoqni qon aylanishini yaxshilab, tiklab o'ziga keltiradi. Lekin albatta bu faqatgina profilaktika maqsadida, ya'ni bir jiddiy kasallik bo'lmaganda, mabodo sizda qanaqadir jiddiyroq yallig'lanish yoki boshqa bo'g'im kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bu vannani qabul qilishdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashishingiz kerak. Demak, keyingi savol. Assalomu alaykum doktor, meni farzandimni oyog'i besabab ko'karadi, to'pig'ida og'riq borligini aytadi, tomog'i ham tez og'rib turadi. Yoshi 6da, lekin remoprobalari yaxshi chiqqan. Yana qaysi analizlarni topshirishlarini maslahat berasiz? Juda ham qiziqarli savol yuboribsizlar. Besabab ko'karadi. Bu ham revmatizmga xos belgilardan bittasi, lekin aynan revmatizm bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun ham tekshirish tavsiya qilinadi. Og'riq bor, tomoq tez og'rib turadi, tonsilogenda intoksikatsiya deyiladi. Yoshi 6da. Qarang, remoprobalar doim yaxshi chiqadi. Bizning xalqimizda shunaqa fikr o'rnashib qolgan, agar remoproba analizi toza chiqsa, demak unda kasallik yo'q. Yoki aksincha, qaysidir bir ko'rsatkich baland bo'lib qolsa, bo'ldi, vahimaga tushib, og'ir kasal bo'lib qolgan ekan deb. Yo'q, unaqa emas. Remoproba toza chiqdi degani, misol uchun shikoyatlari bor bemorda, lekin analizi toza. Analizi toza degani bu kasallik bor yoki yo'qligini inkor qilmaydi, balki bu kasallikning faollik darajasini ko'rsatadi. Shifokor shuning uchun ham kerak, uni aniqlashtirish uchun. Yoki aksincha, remoproba baland, kasalda hech qanaqa shikoyat yo'q bo'lsa, bu bemorni aktiv davolash talab etilmaydi, lekin u shifokor nazoratida, kuzatuvda bo'lish tavsiya etiladi. Bu bemorimizga keladigan bo'lsak, albatta bu bolachani bolalar revmatologiga murojaat qilish kerak. Analizlarga keladigan bo'lsak, o'zini maxsus analizlari bor. Bu xususan umumiy qon, koagulogramma, qon ivish vaqti va agar bemorda autoimmun kasalliklarga tortadigan qanaqadir belgilar bo'ladigan bo'lsa, maxsus autoimmun markerlar bor. Ana shu markerlarga analiz topshirish tavsiya qilinadi. Va yana bitta savolimiz. Assalomu alaykum. Revmatizm kasalligi glaukomaga olib kelishi mumkinmi? Aynan revmatizmni o'zi glaukoma kasalligiga bevosita olib kelmaydi. Glaukoma bu, bilasiz, ko'z ichki bosimini oshishi. Lekin revmatizm yoki boshqa yondosh kasalliklar glaukoma kasalligini ketishini og'irlashtirishi mumkin. Lekin glaukoma revmatizmga yoki revmatizm glaukomaga aynan bevosita olib kelmaydi. Shunga o'xshash savollar ko'plab murojaatlar bo'lgan. Bu savollarning hammasiga bir vaqtning o'zida vaqt nuqtai nazaridan javob berish imkoni yo'q. Shuning uchun agar sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangiz, batafsil javob berishga harakat qilamiz. Lekin izohlarda savollaringizga javob berish bilan birgalikda shuni aytib o'tmoqchi edimki, bemorni yuzma-yuz ko'rib, gaplashib, shikoyatlarni eshitib, tekshirib, keyin dalillarga asoslangan holda tashxis qo'yish bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Buning uchun esa albatta mutaxassis shifokorga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Albatta men o'zim faoliyat yuritayotgan Ezgu niyat klinikasini bajonidil tavsiya qilaman. Sababi bu joylashgan joyi ham juda ham qulay, shaharning qo'q markazida joylashgan va bu yerda barcha tor mutaxassislar jamuljam. Revmatizm kasalligi to'g'risida imkon qadar gaplashishga harakat qildik. Bu kasallikka chalinmaslik uchun nima qilish kerak yoki revmatizmni oldini olish mumkinmi degan savol tug'ilishi tabiiy.
bu kasallik autoimmun kasallik bo'lganligi bilan bu kasallikni oldini olish mumkin va kerak. Nima qilish kerak buning uchun? Buning uchun eng birinchisi sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Bu kasallikka katta bo'lganda emas, balkim onajonlarimizga tavsiya qilgan bo'lar edikki, bolalarimizda go'daklik chog'idan shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishni, o'z vaqtida ovqatlanib, o'z vaqtida kun tartibiga rioya qilishlikni, imkon qadar sport bilan shug'ullanishni, bu yerda jismoniy faollik juda ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa hozirgi zamonamizda texnologiyalar juda ham rivojlanib ketganligi tufayli ochig'ini aytish kerak, hammamiz telefonga mukkasidan ketganmiz. Telefonga mukkasidan ketgandan keyin jismoniy harakat ko'pchilikda cheklanib qolgan. Harakat faoliyatlarimiz ham ko'pchiligi kompyuter bilan bog'liq, o'tirib ishlaymiz, kam harakat hammamiz. Va ovqatlanish tartibimiz ham juda ham maqtanarli darajada emas. Agar biz sog'lom turmush tarziga rioya qilsak, jismoniy faollikka rioya qilsak, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilsak, organizmimizni chiniqtirib borsak va surunkali infeksiya o'choqlarini sanatsiyasini o'z vaqtida olib borsak, ya'ni qayerdadir karies bo'lgan tishimiz bo'lsa yoki tomoq og'rigan bo'lsa yoki laringit, faringit kabi yuqori nafas yo'llarida yallig'lanish jarayonlari bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida lor shifokorlariga murojaat qilib, stomatolog shifokoriga murojaat qilib, bu o'choqlarni o'z vaqtida tozalab sanatsiya qilib turadigan bo'lsak, bu jarayonni chuqurroq o'tib ketishiga, ya'ni revmatizmga olib kelishini oldini olgan bo'lamiz.